Har bir inson o'z hayotida ona vataniga bo'lgan cheksiz mehr muhabbatini teran his qiladigan lahzalar bo'ladi. Men Marg'ilonda tug'ilib o'sdim. Aynan shu zaminda ilk bor bolaligimning betakror ohanglari bo'lmish karnay-surnaylarning baland ovozlarini, o'tib ketayotgan aravaning g'ichirlashini eshitdim. Dorbozlar mahorati, sayyor aktyorlar va masxarabozlarning ashula va o'yinlarini tomosha qildim. Bularning barchasi qalbimda san'atga mehr muhabbat uyg'otdi. Men turli millat va elatlarga mansub bolalar orasida ulg'aydim. Ehtimol bu kelajakda yer yuzidagi turli xalqlarning qo'shiq va raqslaridan iborat ijodiy dasturimni shakllanishiga asos bo'lgandir. Otam haqidagi xotiralar abadul abad qalbimda qolgan. Uning chehrasi shu vaqtgacha ko'z o'ngimda. Kaftlarining issiq taftini his qilaman. U o'ldirilgan o'sha mash'um tunni hech qachon unutmayman. Vaqt shunday tez o'tadiki, hech kim uning shiddatli oqimini to'xtatib qola olmaydi. Men o'tib borayotgan umrimga yana yillar qo'shilishidan ko'ra, kun sayin ulg'ayayotgan yoshim hayotbaxsh navolarga yo'g'rilishini istayman. Hayot esa men uchun san'atim, qo'shiqlarim, raqslarimni muxlislarimga, ona xalqimga tuhfa etishdir. San'at ixlosmandlari bilan qayta uchrashganimda quvonchdan porlab turgan yuz ko'zlarini ko'rishni, mehr muhabbatlarini his etishni Mening tug'ilib o'sgan yurtim nafaqat betakror kuy va ohanglar, fusunkor ranglar olami, balki dunyodagi boshqa millatlarga quvonchi, non tuzini ulashgan aziz xalqimning ulkan qalbi va ungagina xos bo'lgan olami hamdir. Angliya, Fransiya, Italiya, Albaniya, Afg'oniston, Xitoy, Hindiston singari xorijiy davlatlarda gastrol safarlarida bo'lganimizda men hamisha yuragimning bir parchasini abadiy qoldirib ketgan jonajon O'zbekistonimni sog'inardim. Markaziy husningdagi holu xating xumarman. Markaziy husningdagi holu xating xumarman. Abuta befursan husniga xumarman. O'xshamas qabildir husniga xumarman. Maychi maston kabi jadu ko'zing xumarman. Marg'ilon axtarib man ko'rmadim monandisan.
1939-yil voqealarini eslayman. Inson qo'llari yaratgan mo'jiza bo'lmish katta Farg'ona kanali qurilganiga bugun ishonish qiyin. Hech qanday qiyinchiliklarga qaramasdan suv uchun kurashib, 45 kun ichida suvga yo'l ochib, kanal qazib, paxta dalalarini sug'organ qahramon xalqimdan qalbim iftixorga to'ladi. Go'yoki inson qo'llari qayta hayot baxsh etgan ona zaminning o'zi mening yangi qo'shiqlarim tug'ilishiga asos yaratgandek. Ora se ne